Xorijda og'ir sharoitlarda ishlagan o'zbekistonlik san'atkorlar haqida bilarmidingiz? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Mashhurlik ko'pchilik uchun yorqin sahna, qimmat liboslar va cheksiz muvaffaqiyat timsolidek tuyuladi. Ammo hech kim qizil yo'lakkacha bo'lgan yo'l qanchalik mashaqqatli bo'lganini, orzular yo'lida qanday sinovlardan o'tganini ko'rmaydi. Ba'zi mashhurlar hayotining muhim pallalarini begona yurtda, musofirlikda, oddiy va hatto og'ir ishlarda mehnat qilib o'tkazgan. Ular tirikchilik uchun kurashgan, sabr qilgan va taslim bo'lmagan. Aktyor Talat Yo'ldoshev maktabni bitirib oilaviy sharoitini yaxshilash uchun Rossiyaga ishlagani borgani va qiyin vaziyatga tushgani haqida gapirdi. Onam borishimga qarshi bo'lgan, ammo oyoq tirab turib olganman. Hamdamning oilaviy sharoiti ham yomon edi. Xullas 5 kishi Rossiya qaydasan deb yo'lga tushganmiz. Menga sartarosh bo'lishni aytishgandi, ammo borganimdan keyin 1 oy ishsiz yurdik. Keyin qurilishga olib borishdi. O'sha yerda pasportlarimizni olib qo'yishgandan keyin bizni sotib yuborishganini bilganmiz. U yerdagi qiyinchiliklarni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Odamning zarracha qadri yo'q edi. Uydagilar siqilmasin deb telefonda kulib gaplashardik, ammo holimiz juda xarob edi. Akamning boshida uy sumkasi borligi uchun havo almashtirar degan umidda uni ham olib kelgandim. Ammo og'ir sharoit sabab har kuni o'zini yo'qotib hushdan ketadigan bo'lib qoldi. Ish beruvchilarga akamni uyga jo'natib yuboraylik desam yo'q deydi. Hatto buning uchun 3500 rubl berishimni so'rashdi. Hech esimdan chiqmaydi. O'sha kuni bitta rusning uyiga borib hojatxona uchun o'ra qazigandim, ammo juda qo'rqqanman, chunki o'sha paytlarda ba'zilar pul bermaslik uchun o'ra qaziyotgan ishchining ustidan tuproq tashlab o'ldirishgani haqida gaplar qulog'imga chalingandi. Kechgacha ishlab yetarli pulni ish beruvchiga olib kelgandim. Shundan keyingina u bemor akamning uyga qaytishiga ruxsat bergan. Har kuni tekshiruv kelardi. Ulgurgan bekinardi yoki urinib-turinib mahkamaga ketardi. O'shanda o'z-o'zimga qaytib Rossiyaga ishlash uchun kelmayman deb va'da berganman. Qora atirgul maktabimda tentakcham kabi qo'shiqlari bilan omma e'tiboriga tushgan. Hozirgi kunda YouTube'da kliplari eng ko'p tomosha qilinayotgan xonanda Hamdam Sobirov ijodini boshlamasdan avval Rossiyaga muhojir sifatida borgan. Chunki oilasining moddiy ahvoli u qadar yaxshi emasdi. Mehnatning aybi yo'q. Men ham 1,5 yilga yaqin qurilish ishlarida ishlaganman. Muhojir bo'lib yashash qiyin. Avvaliga maoshimni vaqtida berishgan. 2-3 oydan keyin o'yinlar boshlangan. Ish beruvchilar pul berishni paysalga solgandan keyin O'zbekistonga qaytishga qaror qilganman. Farruh Fazil bor qo'shig'i bilan tinglovchilarga yaxshi tanilgan Farruh Fazil Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tavallud topgan. Uning yulduzlarga boy kliplarini ko'rganlar boyning bolasi deb o'ylashadi, ammo xonanda kamtarona ishchilar oilasida tavallud topgan. Men emas, prodyuserim boy, deydi yosh xonanda. Uning prodyuseri shoumen Davron Kabulov hisoblanadi. 2012-yildan muhojirlik kunlarim boshlangan. Men yaqinlarimning qarshiligiga qaramay Rossiyaga ishlagani ketganman. Niyatim hayotimni o'zgartirish va u yerda institutga kirish edi. Muhojirlikning ilk yili qurilishda ishlaganman. G'isht tashigan kunim qo'llarim yorilib ketardi. Keyinchalik ishga o'rganib ketdim. Suvoqchilik ishlarini ham o'zlashtirdim. 1,5 yil qurilishda ishlab, o'qish uchun pul to'pladim. U yerda ishlash oson emas. Muhojirlikda pul topayotgan insonlarning dardini juda yaxshi tushunaman. Yor bizdan ketdi, menda qolmadi dil va jo'ralar qo'shig'i bilan internet yulduziga aylangan Jaloliddin Ahmadaliyev ham ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. U maktabni bitirgan yili Rossiyaga ketib ishlashga majbur bo'lgan. Maktabni tamomlab akalarim bilan Rossiyaga ishlashga ketganman. O'shanda 18 yoshda edim. U yerda qurilish, mashina yuvish shoxobchasida ishladim. Undan keyin O'zbekistonga qaytib yana shu ish bilan shug'ullandim. Keyin dadamning talabi sabab kosibga shogirdlikka tushdim. 2 yil kosibchilik qildim, ammo zaharli yelim sabab oshqozonim qattiq og'riydigan bo'lib qoldi. Avvaldan xonandalarga qo'shiqlar yozib berganman. Hozir ham iltimos qilganlarga rad javobini bera olmayman. Internetdagi mashhurlik hammasi Allohdan. Bir paytlar orzu qilgan ijodkorlarim bilan bir sahnada ekanligimga va o'z tinglovchilarim borligiga shukr qilaman. Zanjir, Nahotki sen, Ajal so'qmog'i kabi bir qancha film va seriallardagi bosh rollar bilan mashhurlikka erishgan aktyor va rejissyor Sohib Abbosxon ham AQShda yashaydi. U muhojirlikning ilk yili pizza tashuvchi, suvoqchi va taksi haydovchisi bo'lib ishlagan. Ayni kunlarda esa o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan hamkorlik qiladi. Muhojirlik oson emas, ayniqsa til bilmaslar juda qiynaladi. Til bilgan odam uchun hammasi oson kechadi deb ayta olmayman. Xorijda sabr bilan yashash va qiyinchiliklardan qo'rqmaslik kerak. Men AQShga birinchi kelganimda mehmonxonada
mehmonxonada suvoqchi bo'lib ishlaganman. Bu ish bilan 45 kun shug'ullanganman. Qizimning maktabdagilari unga dadang Amerikada mehmonxona tozalab yuribdi deb gapirgan ekan. Bu yerda ishlagan o'zbeklar ularga shunday deyishgan bo'lsa kerak. O'sha kuni o'sha gapni eshitib yig'laganman. Kecha obro' e'tiborda kino olib yurgan edim. Bugun bunday ahvoldaman deb yig'laganman. Lekin oldimga qo'ygan maqsadlarim bu qiyinchiliklardan ustun kelgan. Bekzod Muhammadkarimov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Bekzod Muhammadkarimov Shaytanat, Amir Temur, O'tgan kunlar, Parizod, Oq bino oqshomlari va Buyuk Turon kabi filmlarda turli darajadagi rollarni ijro etgan. U mashhur aktyor bo'lishiga qaramay muhojirlik azobini tortgan. Men Amerikada qora ishlarni qilganimni yashirmayman. Ishni mehmonxona, choyshav va yostiqlarni tashishdan boshladim. Keyin do'konda pollarni tozalab, laklaydigan ishga kirdim. Asosan kechqurun ishlardim. Bu ham yetmagandek kunduzi ham ishla olardik. Kunduzi topganimizga Amerikada yashardik. Kechqurun ishlagan pulimizni Toshkentga uyga yuborardik. Kechasi bilan ishlab, kunduzi yana peshingacha ishlardim. Har kuni shunday dam olish kunlarsiz ishlardim. To'g'risini aytsam, faqat kechqurun ishlaganimiz uchun yillab quyoshni ko'rmagan vaqtlarim bo'ldi. Restoranda idish-tovoq yuvdim, ofitsiantlik qildim, pitsa tashidim, qurilishda ishladim, yuk tashuvchi bo'lib uy ko'chirdim. Hattoki muzqaymoq chiqaradigan sexda ishlab, muzqaymoq ham tayyorladim. Bir yigitga 40 hunar oz degan maqolni amalda o'zimda ko'rdim va isbotladim. Xonanda Sanjay ona shahri Navoiydagi zavodda oddiy ishchi bo'lgan, ammo san'atga qiziqishi sabab DJ-lik ham qilgan. Keyinchalik Moskvaga, undan so'ng Chechenistonga borib ishlagan. Moskvada tungi klubda DJ-lik qilganman. Maoshim zo'r edi. Checheniston rahbariga atab qo'shiq yozganman va uni Ramzan Qodirovga ko'rsatish uchun Chechenistonga borganman. U yerda musofirlik qanchalik qiyin bo'lishini bilgandim. Bir haftalarda Moskvaga qaytaman deb o'ylagandim. Afsuski, Qodirov bilan uchrashishimiz oson kechmagan. Menga hech kim ishonmagan desam ham bo'ladi. Jurnalist Sevgi kabi seriallardagi obrazlari bilan Gulsanam Mamazoitova bilan birga kuylagan. Ikkinchi ayol dueti bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan Zarnigor G'aniyeva ham bir muddat Janubiy Koreyada yashagan. Aktrisaning hozirda ham u yerda uyi bor. Ma'lumotlarga qaraganda Zarnigor Janubiy Koreyaga borgan ilk yillarda qariyalarni parvarishlash xizmatida faoliyat yuritgan. Keyinchalik til o'rganib tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Avvaliga u yerdagi kichik turdagi mahsulotlarni O'zbekistonga import qilgan. Tilla taqinchoqlar savdosi bilan shug'ullanganini ham yashirmaydi. Agarda sizga shunga o'xshash mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.